Qandaydir shu o'zbek qizlari boshqa millatlarga, boshqa dindagilarga turmushga chiqsa, g'ashim keladi. Nimagadir hayron qolaman. To'g'ri, mana o'zbeklar, qirg'iz, qoraqalpoq, qozoq, tatar, turkman, tojiklarga turmushga chiqyapti, ulardan kelin olinyapti. Bu ming yillar davomida davom etib kelgan an'ana, oddiy holat. Lekin boshqa dindagi, boshqa davlatdagi erkaklarga erga tegib ketayotgan qizlarni ko'rib hayron qolaman. Shundayki, o'zbek yigiti uylansa boshqa millatda, millatga yangi qon qo'shiladi. Agar o'zbek qizi boshqa millatga turmushga chiqadigan bo'lsa, kamayish boshlanadi. Bir kuni bir ko'chada bir kishi bilan, otaxon bilan gaplashib qoldim. Shu masalada gapirib turib aytdim: qarang endi, shu ota-onalarga ham hayronman. Qizlarni Xitoyga berib yuboryapti, turklarga berib yuboryapti. Nima bunaqa qilishyapti ekan dedim. Bir vaqt u endi Xitoyda ham masjid bor deb qoldi. Shunda bir qovun tushirganimni bildim. U bitta qizini Xitoyga bergan ekan, yana bittasini Turkga bergan ekan. Mayli, endi o'zi biladi. Aytmoqchimanki, shu boshqa millatlarga turmushga berayotganda ehtiyot bo'lgan ma'qul. O'zini millatidan, tilidan, dinidan ayrilib qolmasin.